Hamma narsa kelin kelgandan keyin boshlanarkan. Kelin kelmasdan oldin hech nima sinmagan, hech narsa buzilmagan. Kelin kelguncha ertalab vohli bomdodda turib, ko'chalarni 3 mahal sipirishgan. Yomg'irmi, qormi, vobshim qarashmagan. Kelin kelguncha uyligi top-toza bo'lgan, umuman changan bo'lmagan. Kuniga 3 mahal ovqat qilishgan. Uyligi fayzli, umuman janjal bo'lmagan uy bo'lgan. Qo'ligini puli ko'p, boyvachcha, mehribon bo'lgan. Kelgandan keyin puli yo'q, ishlar orqaga tortgan, xasis bo'lib qolgan. Videoni shortgacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Endi bu yo'lga qaynonalarning eng mashhur gaplarini aytib o'tib ketaman. Men sizga shunda o'g'lim berib qo'yman, kimlar qizini bermasdi? Men sizga hali qaynona aytganim yo'q. Meni qaynonam bilasizmi qanaqa bo'lgan? Bizani paytimizda bunaqa sredstvalar bo'lmagan. Erimiz olib kelgan chistur bilan kirsovunni 1 yilga yetkazardik. Hammadan vohli turib, hammadan kech uxlardik. Vohli turib o'lib qolmaganmiz. Har hafta onamizni ko'rgani bormaganmiz. Qaynonamiz qachon jo'natsa 2-3 oyda bir borib ko'rib kelardik. Hozirgi kelinlar kun sanaydi. Onasi shuncha gaplarni gapirsa ham, lekin o'g'li xotinini sevadiganlar bormi? Voy, biram mazza qildi.